Ötüttüm deb tam çaplaşıp ketdi ekanlar. Vay. Fikrim bu kelime tamakka dağıtıdan bu kepilinmeyiz ya. Mana. Şu uchun aldık geldim. Shunda maqayla manta gap fikrim qayla. Şu yengen hazır şu sepelning hammasini to'g'rab, yuvib, pokiz qilib, qayla şu qozonga yog'ni quyay deb tuğga yeriq kelganda qayla şu. Gap qila aka, gap qila. Gapni yabaq deb beqiritib, tosh vazirni cho'g'iltib, agitib, hamma gap qila. Nima chirma? Yo, maq fikrim maq. Şu elaqa tetit qilib gap qapti ekan, qayla şu seni bir ag'ash chiram dekadi ya. Şu sen telefon qilsangmish ensiraydigan bo'lib qoldi. Mush chiqim bo'lsa, bamush kirim yo'q. Qayla fikrim. Yo, qayla 5 koy pulunga 5 koy 10 koylik bizga ajab qilib ketding. Qayla, men seni qo'limda ko'tarib o'zim cho'ng qilganjima, zakadab. Telefonda qo'ngba qolmabdi ekan. Aslan sen turib chiysang, men beraman pulingni. Onda deb ketma. Gap qila aka, qaysi markalikni chirpirma, hozir beljiq kelib telefonning turi. Gap bilasan fikrim. Men qaysa hujum. Men fikr olgan bilan o'ysindan, o'yinsil tutilman tutmayman. Ötüttüm deb tam çaplaşıp ketdi ekanlar. Dememni deyim markasına. Sen bilasan ki xushbo'yning keliqi qizartib pishirilgan elaqa go'shtdan furcha deydigan birisi bor, o'shani ag'ash chira. Tattara selebetsek deganda g'ajab o'xshab ketdi. Yana shuna. Ko'nab ketibsa ashtanga. Ha deyman. Ag'ash chekinjimamsa? Ma'qul. Hozir chirib olay. Haras kam haras. Elaqa xushbo'yning elaqa jangyosida ag'ash chira, jangyoni kichik tentimesek texamini o'chib atamak. Bo'ldi. Men sening ko'p iqtidorlik yetkilish uchun cho'shilar olgan ekan. Ko'dirablam ichqaymayat Alloh vazirna. Chaqchaqma ijra bo'la, kichik bo'la. Men qo'shma hech saqlayman. Ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul. Kot qoladi ko'ynik. Bo'lma bitta. Ichisamda. Voy, fikrim keldingmi? Yaxshi. Ekkepsa yaxshi. Musho. Adadan to'laydi fikrim seni. Uyga chiqsin deydi. Qizartib pishirilgan go'shtdan furcha, xushbo'yningki. Ma'bina. Shishirikni chiqsam, xaltliqni chiq. Balabdi. Mana bitta.